Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor RDL.uz jamoasi sizlarni Hayit bayrami bilan tabriklagan holda yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi bu loyihamiz 106-loyiha bo'lib, bir qavatlik 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan juda ham ixcham va komfort holatdagi loyihalarimizdan biridir. Bu loyihamizda umumiy olganda 6 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga bemalol tavsiya qila olamiz. Loyihamizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosiy yashash xonalari mana bu o'ng qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Darvoza qismi esa chap qo'lroq tarafda, deyarli o'rtada joylashtirib ketilgan. Fasad qismlariga e'tibor berib, agar yoqsa like bosib ketamiz. Mana bu joylari juda bir bejirim, juda go'zal holatda ishlangan o'rta qismi va darvoza qismini tashqi ayvonchalari ham juda ham bir o'ziga yarashib turibdi. Ichkarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichkarida ham har ikkala mana bu yon taraflarida kichkinagina ayvonchalarimiz va mana bu o'rta qismi ham juda bir bejirim ishlangan. Endi loyihamizni tashqi razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu ko'cha tarafimizni uzunligi umumiy 18-80 sm. O'zi aslida 20 metr edi. Mana bu tarafdan qo'shnidan 10 dan qochgan. Endi uyimizni mana bu yon tarafi esa 19-80 sm. Uyimizni egallab turgan mana shu yer maydoni, ya'ni kvadrati 200 kvadrat. Albatta, ushbu loyihamiz kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'langan holatda bu loyihamizni kelishilgan holatda siz sotib olishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, Instagram kanalimizda mana shu YouTube kanalimizga joylashtirib borilayotgan loyihalarimizni Instagram kanalimizga xuddi shu uylarni qurilish jarayonini qo'yib boramiz. YouTube kanalimiz alohida, Instagram kanalimiz alohida holatda yuritib borilyapti. Barchangizni Instagram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Albatta, agar kimdir qiziqsa, rasxodlar bilan hisoblagan holatda chiroyli albom holatida tayyorlab berishimiz mumkin bo'ladi. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tamiz. Dastavval bitta narsani aytib o'taman. Mana shu uyimizga bitta fishka ishlatganmiz. Uyimizni fishkasi shundaki, biz odatda har doim uyimizni sahna qismini ko'cha tarafdan 20 yoki 30 sm balandroq qilishligini tavsiya qilganmiz. Lekin bu uyimizda mana bu uyimizni hovli qismi ko'cha tarafdan 20 emas, umumiy 40 sm pastroqda joylashganini hisobga olgan holatda mana bu ko'cha urvinidan uyimizni sahnasini 20 sm pastroqqa olganmiz va shunda qor yoki yomg'ir yoqqanda bu ko'chadagi suvlar mana bu yerda qoldirib ketilgan latogimiz, ya'ni bu yerga latog ishlaganmiz, mana shu latogga bemalol tushadi. Uyimizni sahna qismiga kirib ketmaydi. Sababi uyimizni ortiqcha sarf xarajatdan maksimal darajada tejash. Nimagaki, agar biz uyimizni ko'cha tarafdan 20 yoki 30 sm balandroq qilganimizda uyimizni sahnasini, hovli qismini anchagina rasxod qilib, uni zasipka qilib to'ldirishga to'g'ri keladi. Shuni inobatga olgan holatda biz uyimizni o'zini holatida ishladik. Bu yerga ishlangan mana bu latog orqali esa ko'chadagi suvlarimizni bemalol oqavasini oqizib yuborsa bo'laveradi. Endi xonalarga qaytadigan bo'lsak, uyimizga mana bu kirganimizda umumiy darvoza xonamizni ko'rinishi mana shunday holatda, juda bir dizaynlari ham o'zgacha chiroyli chiqqan. Albatta, yoqsa like bosib qo'yasiz. Chap qo'l tarafda bunaqangi kichkinagina kalta ayvonimiz bor. Bu real hayotda juda ham chiroyli, juda ham bir bejirim holatda chiqadi. Mana shu zonalar orqali bundoq yurib, bu eshikdan kirganimizda bu yerda keng kattagina 30 ta 40 ta odam bemalol kuzasa bo'ladigan mehmonxonamiz joylashtirib ketilgan. Mehmonxonamiz ham juda ham yorug', keng holatda. Bu bizda mehmonxonamiz bo'ldi. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, nariga o'ng qo'l tarafdagi xonalar tanishtirib o'taman. O'ng qo'l tarafdagi xonalarimiz ham ikkita bo'linmaga bo'lingan. Mana bu eshikdan kiradigan bo'lsak, bu yoq taraf отдельный,
ya'ni mana bu taraf отдельный holatda. Mana shunda bemalol ikki ro'zg'orli oila foydalansa bo'laveradi. Endi mana bu ayvonchamizdan kiradigan bo'lsak, bu zina orqali bundoq yurib, bu eshikdan kirganimizda bunaqangi koridorimizni ham yorug' bo'lishini inobatga olgan holatda mana bu yerga ko'cha tarafga qaratib deraza qoldirib ketganmiz. Umumiy olganda koridorimiz mana shunday holatda joylashtirib ketilgan. Kirganda o'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafda mana bu ikkita eshigimiz, bu bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Misol uchun mana bu qizlar yotoqxonasi, mana bu esa o'g'il bolalar yotoqxonasi. Qizlar xonasini tanishtirib o'tamiz. Qizlar xonasi ham keng, kattagina, chiroyli ishlangan. Panoramik derazasi ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonadan qaytib chiqib, o'g'il bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bu xonaga kirganimizda narigi xonamiz bilan razmerlari bir xil, teng holatda ishlangan. Bunda derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan, chiroyli ishlangan. Endi koridorga qaytamiz. Koridorga qaytganimizda mana bu eshik esa bizda kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu eshikdan kirganimizda kattalar yotoqxonasi mana shunday holatda joylashtirib ketilgan. Derazalar ko'cha tarafga qaratib o'tilgan va bu kattalar yotoqxonasini o'ziga tegishli bu yoq tarafda shaxsiy yuvinish xonalari joylashtirib ketilgan. Bunaqangi holatda chiroyli yechim berilgan. Endi bu xonadan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, bizda umumiy yuvinish xonasi qoldi. Mana bu bolalarni yuvinishligi, tamanda turib yuz qo'llarini yuvib foydalanishligi uchun biz mana bu koridorimizni mana bu chetiga umumiy yuvinish xonasini qoldirib ketganmiz. Buni orqasida kattalar yotoqxonasini yuvinish xonasi ishlangan. Bu juda santexnika turbalarini ham ustanovka qilayotganda juda bir chiroyli yechim hisoblanadi. Endi tashqariga qaytib chiqadigan bo'lsak, asosiy bo'lgan mana bu kirish qismi ham juda bir chiroyli ishlangan. Bu yoq taraf отдельный hisoblanadi. Bu eshikdan bundoq yurib zanalar orqali ko'tarilib, bu eshikdan kirganimizda mana bu yerda kichkinagina koridorimiz bor. Koridorda o'ng qo'l va chap qo'l tarafda xonalar joylashtirib ketilgan. Chap qo'l tarafda kattalar yotoqxonasi, o'ng qo'l tarafda yana bir xona. Agar kimdir xohlasa bu tarafda oshxona qilib o'tirsa ham bo'ladi, ya'ni foydalansa ham bo'laveradi. O'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bu yoq taraf naqangi keng holatda. Misol uchun mana bu tarafga oshxona mebellarini ustanovka qilib, bu tarafga esa mягкий zonalar qo'yib, studiyniy holatda foydalansa juda chiroyli chiqadi. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan, panoramik holatda juda chiroyli ishlangan. Endi bu xonadan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, buni to'g'risidagi mana bu xona kattalar yotoqxonasi. Bu xon keng, kattagina shinam ishlangan. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu yotoqxonamizga ham o'ziga tegishli mana bu yerda shaxsiy yuvinish xonalari qoldirib ketilgan. Misol uchun bu yerga o'g'illarini uylasa ham bo'laveradi keyinchalik. O'zini yuvinish xonalari bilan juda bir chiroyli ishlangan. Mana bunday holatda. Agar bu yerga o'g'illarini uylasa, mana bu xonasini oshxona emas, misol uchun mehmonxona sifatida kichikroq mehmonxona qilib foydalansa ham bo'laveradi. Umumiy olganda bugungi loyihadagi xonalar joylashuvi mana shulardan iborat edi. Imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va yana shuni eslatib o'tamanki, albatta bizni Instagram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bu siz uchun foydali bo'ladi.